Birinchi shart shundan iborat ekan, qo'y bilan selfiga tushib, istoriyaga qo'yib berish. Mayli, bu shartga chidasa bo'ladi. Ikkinchi shartimiz qanaqa ekan? Hech narsasiz piyozni nima deydigan? O'zini yeyish. Bunisi dahshat, bunisiga chidolmayman. Qanaqa bo'lar ekan? Kichkina piyoz beringlar, Qorbobo. Kuch talab qilinadi. Kichkinasi bor bo'lsa. Sizdan katta kuch talab qilinadi. Ana sizdan oldingi qizimiz ham Duo bundan qilib qiyin shartni bajardi. harakat qilamiz endi qo'limizdan kelguncha. Albatta, sizni qo'lingizdan keladi. Biz ishonamiz. To'g'rimi?